Assalomu alaykum, hurmatli Koinot Kavsari xodimlari, dam oluvchilari. Mana biz mana shu Koinot Kavsariga dam olgani Uchko'prik tumanidan keldik. Mana bu yerdagi sharoitlar, xodimlar judayam haligi so'zlari bilan davolab qo'yishar ekan. Biz rosayam maza qilib, maroqli dam oldik. Bu yerdagi fizlecheniялari, parafillar, vannalari, massajdagi qizlar judayam yaxshi davo qilishar ekan. Biz judayam maroqli dam oldik. Hammalaring kelib shu yerlarda dam olib ketishlaringni xohlaymiz. Mana biz shunaqangi, mana belimda grija bilan kelgan edim men. Rosayam yaxshi bo'lib ketyapman, Allohga shukur. Kayfiyatlarim yaxshi, a'lo. Bu yerdagi barcha xodimlarga, oshxonamizdagi qizlar bir-birlaridan qo'llari shirin. Birinchi taom, ikkinchi taom qilib berishadi. Menyulari ham judayam yaxshi. Bu yerdagi medsestra xodimlarimizga ham alohida rahmat. Qo'llari yengil, birpasda venalaringga tushib qo'yishadi. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Kelib davolanib ketinglar. Albatta, biz xudo xolasa yana 6 oydan keyin kelamiz yana. Xodimlariga, rahbarlariga, Dilnozaxonga ham alohida rahmat. Doktorlarimizga, Bunyodjon doktorlarimizga, hamma doktorlarimizga alohida rahmat. Hammalaring Koinot Kavsari dam olish maskaniga kelinglar. Yana hammalaring taklif qilib qolaman.